2026-yil Chevrolet Deluxe rasman taqdim etildi va bu model O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Chevrolet Deluxe nomi klassik ishonchlilik va zamonaviy qulaylikni anglatadi. İlk bor bu model o'tgan yillarda oilaviy va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan avtomobil sifatida mashhur bo'lgan. 2026-yilgi versiyada esa u butunlay yangicha ruhda qaytmoqda. Tashqi dizayni zamonaviy LED faralar, keng old panjara va silliq kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Ichki salon esa qulay o'rindiqlar, katta sensorli multimedia ekran, smartfon ulanishi va yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi bilan boyitilgan. Texnik tomondan yoqilg'ini tejamkor benzin dvigateli, yumshoq osma va shahar hamda uzoq safarlar uchun mos sozlamalar taklif etiladi. Raqobatchilar Hyundai Accent, Kia va ayrim Xitoy modellari bilan solishtirganda Chevrolet Deluxe ishonchliligi, arzon servis xarajatlari va keng ehtiyot qismlar tarmog'i bilan ustunlik qiladi. Narxi ham o'z sinfiga nisbatan maqbul bo'lib, o'rtacha budjetli xaridorlar uchun yaxshi tanlov sanaladi. 2026 Chevrolet Deluxe'ning asosiy yutug'i esa oddiylik, qulaylik va uzoq muddatli foydalanishga mosligidir. 2026-yil Chevrolet Deluxe rasman taqdim etildi va bu model O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Chevrolet Deluxe nomi klassik ishonchlilik va zamonaviy qulaylikni anglatadi. İlk bor bu model o'tgan yillarda oilaviy va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan avtomobil sifatida mashhur bo'lgan. 2026-yilgi versiyada esa u butunlay yangicha ruhda qaytmoqda. Tashqi dizayni zamonaviy LED faralar, keng old panjara va silliq kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Ichki salon esa qulay o'rindiqlar, katta sensorli multimedia ekran, smartfon ulanishi va yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi bilan boyitilgan. Texnik tomondan yoqilg'ini tejamkor benzin dvigateli, yumshoq osma va shahar hamda uzoq safarlar uchun mos sozlamalar taklif etiladi. Raqobatchilar Hyundai Accent, Kia va ayrim Xitoy modellari bilan solishtirganda Chevrolet Deluxe ishonchliligi, arzon servis xarajatlari va keng ehtiyot qismlar tarmog'i bilan ustunlik qiladi. Narxi ham o'z sinfiga nisbatan maqbul bo'lib, o'rtacha budjetli xaridorlar uchun yaxshi tanlov sanaladi. 2026 Chevrolet Deluxe'ning asosiy yutug'i esa oddiylik, qulaylik va uzoq muddatli foydalanishga mosligidir.